Yurtimizda barcha sohalar qatorida aholiga ko'rsatilayotgan jamoat transporti xizmati sifatini yaxshilash bo'yicha ham qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Negaki bu tizim aholining uzog'ini yaqin qilib, xarajati hamda vaqtini tejaydigan, hayot sifatini ko'rsatadigan muhim ijtimoiy xizmat. Yurtimizda bir kunda jamoat transportidan 10 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanadi. Shu bois transport parklarini izchil yangilab borish alohida e'tibordagi masala. Surxondaryo viloyati markazida ham poytaxtimizdagi kabi transport infratuzilmasini yaratish maqsadida 30 ta yangi avtobus olib kelindi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Aholining kundalik hayotiga daxldor har bir masala davlat rahbari e'tiborida, xususan jamoat transporti tizimi ham. Prezidentimizning jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori zamonaviy avtobuslar xarid qilish, shaharlarda yo'nalishlarning yangi tarmog'ini joriy etish, elektron to'lov tizimini yo'lga qo'yishda asosiy hujjat bo'ldi. Unga asosan avtobus parklari yangi, bugungi kun talabiga mos transport vositalari bilan ta'minlanyapti. Ilgarigidek avtobuslar yetishmasligi, kutish vaqti ko'pligi kabi muammolar o'z yechimini topdi. Yangi keltirilgan mazkur avtobuslar voha markazida yo'lovchilar qatnovini qulay va xavfsiz tashkil etishda muhim qadam sanaladi. Davlatimiz rahbarining tegishli qarorlariga asosan Termiz shahriga 3-bosqichda yana 30 dona zamonaviy avtobuslar mahalliy tadbirkorlarimiz tomonidan olib kelindi. Bu avtobuslar 1 hamda 5 yo'nalishlarga qo'yiladi. Ya'ni Termiz temir yo'l vokzali hamda Pattakesar mahallasi oralig'ida harakatlanadi. 5-yo'nalish esa Istiqlol maydoni va Termizning kerakli nuqtalaridan harakatlanib o'tib, yana Istiqlol maydoniga borib to'xtaydi. Bu avtobuslar to'liq zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan bo'lib, yozning issiq kunlarida salqin, qishning kunlarida esa issiq bo'lib, imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun ham barcha qulayliklarga ega. Bu avtobuslar to'liq elektron to'lov tizimi shakllantirilgan bo'lib, 1-sentyabrdan yo'lovchilar avtobusga kirgandayoq amaliyotni bajarib, o'z manzillariga yetib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mazkur avtobuslar zamonaviy texnik talablarga to'la javob beradi, ekologik toza va energiya tejamkor. Tez kunda ular Termiz shahrining 2 ta asosiy yo'nalishida harakatlana boshlaydi. Biz salkam 25 yildan beri shu avtotransport sohasida faoliyat yuritib kelyapmiz. Yurtboshimiz tomonidan juda katta qulayliklar yaratib berdilar. Avvalambor kishiga rahmat deymiz. Biz 3-bosqichda olib kelyapmiz. Undan oldin Termiz shahrimizda 50 dan ortiq yangi zamonaviy avtotransport vositalari ham yetib keldi. Ular hozirgi kunda brutto shartnomasi asosida ishlab kelmoqda. Hozirgi kunda yana talab kundan kunga ortib boryapti. 50 mingdan ortiq talabalarimiz hozir o'qish arafasida o'tiribdi. Bularga yana 50 dona yana avtobus transporti yangi yilgacha olib kelish niyatimiz bor. Hozirgi zamonda avtobuslar juda qulay, xalqimizga juda manzur bo'lyapti. Qolaversa, nasib bo'lsa, yana o'z hissasimizni qo'shishimizga biz tayyormiz. Zamonaviy avtobuslar uchun nima kerak? Albatta, unga mos yo'l infratuzilmasi. Shu bois shahar hududidagi umum foydalanuvda bo'lgan Manguzar mahallasi va Daryo portini bog'lovchi avtomobil yo'lining 2 kilometr qismi qayta qurildi. Tekis, ravon yo'lning qatnov qismi 4 tasmadan iborat bo'lib, u bo'ylab 86 dona yo'l yoritish ustunlari, 172 dona quyosh panelli yoritgichlar o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi arafasida Termiz shahrida juda katta bunyodkorlik ishlarining bugun topshirish marosimi bo'lyapti. Bu ko'chalarni tasavvur qilib bo'lmasdi. Bu hozir holatini qarang. To'g'risi aytganda bu yerdan o'tadigan odam bir hayiqib, qo'rqib o'tardi. Hozir bu ko'cha eng bir chiroyli, namunali ko'chalardan. Bo'lmasa bu Termiz shahrining eng chekkasidagi ko'cha. Piyodalik yo'lakchalarini qarang, odamlarga qanchalik yengillik, qanchalik qulaylik tug'dirganini aytingda. Nafaqat bu ko'cha, balki Termiz shahriga yangidan keltirilgan yangi avtobuslar. Bundan 5-6 yil qayergadir chiqib ketgan inson bir uzoqroq mamlakatga qaytib kelganda to'g'ri desam bu yer tanimaydi. Bunchalik obod bo'lishi albatta bu prezidentimizning sa'y harakatlariga, niyatlariga bog'liq bo'ldi. Mana ko'p qavatli uylarni qarang. Hamma sharoitlari bor. Ko'rib havas qilasiz. Hamma sharoitlar xalqimiz uchun. Shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanadigan avtobuslar faqatgina belgilangan bekatlarga to'xtaydi. Eshiklar tepasida va salonda o'rnatilgan kuzatuv jihozlari orqali avtobusda real vaqt rejimida qancha yo'lovchi harakatlanayotgani, to'lovlarning amalga oshirilishi muntazam kuzatib boriladi. Qisqasi, jamoat transportining yangilanishi aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshiradi, shahar qiyofasini o'zgartirib, hududning iqtisodiy rivojiga ham hissa qo'shadi.